Menga qara suyanmagina mashinaga. Ozgina qilib qo'yasan, u sotmoqchiman. Nimaga sotmoqchisan? Yengidi o'zi mashina. Og'ayni primerdan olmoqchiman. Rangi ham yoqmayapti. Qorasidan haydamoqchiman. Mashina rasi zo'rda, havas qilaman. Pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim. Pulim bo'lganda mashinani olardim deysanmi? Nech pul turishini bilasanmi? Ey, bo'ldi, buni qo'ylaring. Bugun choyxona menda. Vaqtni o'tarsanlar, ko'rishamiz. Ha, nima qilyapsan? Ha, og'ayni, internetga sotishga qo'yapman. Ha, bo'pti, qara. Hali choyxonada ko'rishamiz. Kutib qolmadilaringmi? Ozgina kech qolib ketdim. Ke og'ayni, o'tir. Ke, o'tir. Og'ayni boya mashinani internetga qo'yayotganding. Nima bo'ldi? Sotildimi? Ha, sotilib ketdi. Ertaga oformleni qilib beradigan bo'ldim. Mashina rasi yaxshi edi-da. Pulim bo'lganda o'zim olib qo'yardim. Bitta gapni qaytarib boshqa qotirib yubordim. Aytolman senga. Hali seni bunaqa mashina olishingga ancha bor. Nima unaqa deysan, o'rtoq? Xudo beraman desa, Xudoga olson. Bo'ldi qillaring. Turlaring bitta nasib bo'lsa. Tur, hamma turlaring. Tushunmadim. Mani mashinam bu yerda nima qilyapti? Og'ayni, sen mashinani yurakdan xohlovmiding? Sen ichkarida to'g'ri gapirding. Chin ko'ngildan so'rasa, Xudo beraman desa, Xudoga olson ekan. Og'ayni, senga maslahatim, bir ikki pul topib, yoshida yelki-melki turib katta bo'lgan og'aylaringni unutib qo'ymagin. Bugun topayotgan puling senda, ertaga menda. Uni ertasi kuni bunda bo'lishi mumkin. O'lganingdan keyin to'butingni mana shu yoshida yelki-melki katta bo'lgan og'aylaring ko'taradi. Ertaga mashina avtom qilib berarsan nomiga. Og'ayni, mana shu mashina mendan senga sovg'a, yaxshiligingga qayda. O'rtoqlar, oxirgi payt shunaqa bir ikki pul topib, yoshlikda yelki-melki katta bo'lgan og'aynisini unutib qo'ygan, bolalar ko'payib ketdi. Tiplarni kamaytiradi deb yozinglar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqami, shunaqa emasmi? Ey do'st, ey